Xo'p, assalomu alaykum barchaga, kanalimiz obunachilari. Xo'p, bugun men sizlarga, Burp Suite, ya'ni asosan o'sha veb-sayt hacking yoki umuman so'rovlar bilan bo'ladigan har qanaqa zaifliklarni topadigan, ularni manipulyatsiya qiladigan bir dastur bor, ya'ni Burp Suite Professional Community Edition bor. Ko'pchiligimiz o'sha Burp Suite'ni Community Edition'ni ishlatamiz. Давайте men bugun sizlarga Burp Suite'ni Pro versiyasini ko'rsataman. Bu yoqda Community Edition'ni nimalar qilsa bo'ladi? Proxy, intruder hammasidan foydalansa bo'ladi. Repeater bemalol. Qachon farqi bo'ladi? Extension ko'proq farqi bor. Extensiondamidi-da. Hop. Mana bu yerda asosan bizga kerakli bo'ladigan alohida toollarni biz qo'shimcha sifatida yuklab olishimiz mumkin. Aynan Burp Suite Professionalda, lekin bu hozir Community Edition bo'ladigan bo'lsa, biz buni yuklab ola olmaymiz. Masalan, Professional Edition kerak deyapti bizga. Xo'p. Okey, давайте unda davom etamiz. Qanday qilishni ko'rsatib beraman sizlarga. Davay, Burp Suite'dan chiqib ketaman. Xo'p, sizlar muzga, ya'ni shunaqa yozib veb-saytga Telegram kanaliga kirib, mana shu faylni skachat qilib olasizlar. Men allaqachon skachat qilib bo'ldim. Shu fayl uchun endi Linuxda ko'rsataman men sizlarga. Adashib bosib yubordim. Xo'p. Aynan Linuxda ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Bizda fayllar bor. Aynan qani bu? Mana zipdan ochib olamiz. Unzip qilamiz. Password'i mana bu. Password 31 11 38. Xo'sh, ko'rsatyapti o'zi bizga, ya'ni Burp Suite'ni ochyapti. Xo'p, ochdimi ko'ramiz. Xo'p, bizda ochdi menimcha. Burp Loader and Burp Pro 2024-versiyasi ekan. Xo'p, biz buni ochishning oson yo'li jar fayl olamiz, ya'ni jar fayl bu Java'ni bitta fayl turi hisoblanadi. Shuning uchun biz buni ochish uchun Kali Linuxda bu default bor, ya'ni Java asosiy o'rnatilgan. Shu sababdan unda muammo bo'lmaydi. Java-jar bizani ya'ni ochganimizdan keyin paydo bo'ladigan jar faylimiz bor. Mana o'sha jar fayl. Enter bosamiz va bizda Burp Suite'ni professional versiyasi ishga tushishni boshlaydi. OK ni bosamiz. Xo'p, endi nima? Platform. OK. Bizdan litsenziya so'rayapti cho'ta. Bizdan litsenziya so'rayapti. Bu xatolik. Bu haqiqiy xatolik. Давайте mana unda bundoq qilamiz. Menda hozir ishlamadi. Ishlamadi demak, men bunisini ochib ko'raman. Unzip qilib, OK. cd qaysi faylda ekan? Yo'q, professional rules emas. Pro ishlamadi demak, to'g'rimi? Java-jar Burp Loader nimadir bormi ekan? Yo'q. Error, unable to access jar file. ls va jar faylni ochdim. Mana litsenziya. Litsenziyamiz shu yerda. Xo'p. Undan oldin yana bitta ochib olishim kerak ekan. Uzr. pvd. Menga ikkita ekran kerak ekan, demak. Xo'sh, clear. Men bu yoqqa nima ochaman bilasizlarmi? Xo'p. Ikkilasidan ham shu faylga kirib olishim kerak ekan. Buni tushunish bo'yicha menda o'zimda sal osonroq versiyasi edi. OK, mayli, muammo yo'q. Bu yoqqa Java-jar Burp Loader ochamiz, ya'ni bizga kelgan aktivatsiya kodimizni. Bu tomonga bo'lsa, bizani Pro versiya kodimizni ochib olamiz. Java yo'q, bo'lmas menda. Mana bu. Men o'zim boshqa versiyasini kitaman, ya'ni professionalning boshqa versiyasini. Boshqa versiya deganim 2023 meniki adashmasam.
Xo'sh, ochdik. Ochildimi? Da, ochildi. Uh, Borsa recall litsenskiy to continue please pass your litsenskiy below or load it from file yoki fayldan yuklatyapti. Biz bundoq qilamiz. Buni olamiz, yuklab ko'ramiz. Nima bo'ladi? Okey. Activation'ga tashlasak. Okey. Bu xatolik nimaga ketyapti endi bizda? Dekod qilishda xatolik. Ignore update qilib yuboraylik. Mana topdim. Men yo'lini topdim. Yo'lini topdim. Okey. Bizlar ochayotganda endi muammo qilishimiz kerak emas ekan. Ochayotganda, bizda bootloader jar fayli bor ekan. Ochamiz, shunchaki okeyni bosamiz va bizda litsenziya so'ramadi. Tushundinglar? Ya'ni nima qilganimni boya ko'rdinglarmi? Xo'p. Tushunmadim nimaga bu ochib ketib qoldi вообще-то. Okey, mayli. Shunaqa. Lekin aslida ishlamasligi kerak edi bu. Tushunyapsizlarmi? Bu ishlamasligi kerak edi. Adashmasam meni eski versiyam bilan adashtirib yubordi kompyuter. Endi sizlarga video ko'rsataman desam, yo'q. Collaborator. Adashmasam bu user settings rename save copy repeat review. Yo'q, bu yoq men to'g'rilaganimcha emasda. Sizlarga o'zimnikini ham ko'rsataman. Desktopdan cd tools. Bu yerda meniki. Nima edi nomi? Java means jar. Okey, bu уже meniki. Agar sizlarda o'sha ochiladigan bo'lsa, ya'ni aytganimdek boshida run qiladigan bo'lsanglar, litsenziyani olib activationga tashlasanglar, sizlarda ham ochilmay qoladi. Aslida ochilardi. Okey, muammo yo'q. Sizlar shu turishda ochiladi sizlarda. O'sha payt run tugmasini bosasiz shunchaki va sizdan hech qanaqa litsenziya, hech narsa so'rab o'tirmaydi. Avtomatik ochib yuboradi. Mana bu meni eski versiya, eski bursuitim. Mana u bilan bir xil bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan. Ko'rdinglar nima qilganim? Shunchaki run tugmasini bosasizlar. Bu yerda run tugmasini bossanglar, o'sha avtomatik ichga tushadi. Agar yana litsenziya so'raydigan bo'lsa, sizda aniq ishlaydi. Mana shu litsenziyani olib bu tomonga tashlaysizlar. To'g'ri, mana shu litsenziyani olasizlar-da, Bursuit professional talab qilgan litsenziyaga tashlaysizlar. Keyin next bosganingizdan keyin mana shu kodni to'g'ri u qabul qilib bergan, ya'ni Bursuit sizga kod beradi alohida, yana uni bu yoqqa tashlasanglar, bu yoqda sizlarning haqiqiy kodingiz kelib chiqadi. Ya'ni sizlar uchun aktivatsiya kodi kelib chiqadi. O'shani ikkinchi marta tashlasanglar bo'ldi. Sizlarda ishlaydi Bursuit. Hozir esim kelib qoldi, aynan qanday qilishi. Aytgandek, sizlar burpga birinchi mana buni kiritasizlar. Kiritdinglar, to'g'rimi? Keyin burp sizdan yana litsenziya so'raydi, ya'ni responsni so'rash kerak bo'ladi. O'sha payt u bergan narsani kopiya qilib, mana bu activation recordsga tashlasanglar, mana bu yerda yana uzun kod paydo bo'ladi. O'sha kodni olib, qaytib bursuitga tashlaysizlar. Bursuitga tashlaysizlar. Ana o'shandan keyin bo'ldi, ishlaydi hamma narsa. Okey, takoy ishladi, ikkita bursuit. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan, buni o'chirib qo'yaveraman, shart emas menga. Xo'p, mana buni davom etamiz. Xo'p, endi Bursuitda nima foydasi bor deyishingiz mumkin. Dashboard, ya'ni bu yerda avtomatik skaner versiyalar bo'ladi. Crawl edit, API skaner. Men asosan API only skaner olasizlar. Men asosan mana buni ishlataman. Crawl bilan audit va API only. Aynan API larni test qilish uchun adashmasam, bu ya'ni ishlatib ko'rmagan ekanman. Asosan mana shu. Eng ko'p ishlatadiganim shu, chunki men mayda zararli zaifliklarni topishning o'rniga mana shunda tinchgina topib qo'yaman va undan qolgan vaqtimda men o'sha kerakli bo'lgan zararliklarga e'tibor qarataman. Bosasizlar, masalan, endi bu yerda 4 xil narsa tanlasa bo'ladi. Lightweight, fast, balanced va deep. Bu yengil versiya, ya'ni sizlar ishlatyapsizlar, ya'ni veb-sayt kuchli emas deylik. Shu payt lightweight zo'r versiya, zo'r hisoblanadi, chunki bu o'sha veb-saytga yoki serveriga kuchli bosim yuklamaydi.
fast bor. Endi bu tezroq bo'ladi, lekin birozgina o'sha veb-sayt qiynalib qolishi mumkin. Oddiyroq veb-sayt bo'lsa qulab qolishi mumkin. Uni DDoS deb qabul qilib. Balans bor, ya'ni u balki soatlarga cho'zilishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin, chunki u короче, u qanday ishlaydi? Ya'ni to'liq juda ko'p yubormaydi, kam-kamdan nom bilan bilinib turibdi, balans qilingan deyapti. Va dip bor. Endi bu ancha chuqur bo'ladi, ancha ko'p vaqt ham oladi. 3 tomoni bor. Lekin bu qancha so'rov yuborishni bilmayman. Lekin bu ancha ko'p narsani tekshirishgacha olib boradi. Biz fast kerak menga. URL ber deydi menga. Xo'p, https qaysi sayt tekshiramiz? Ну давайте. Tatu.uz bo'lsin. Yo'q, Tatu emas. Qaysi sayt bor o'zi bizda? Ну давайте tekshirmay qo'ya qolaylik. Chunki har bir tekshirish uchun javobgarlik bor baribir. Shuning uchun davay tekshirmaymiz. Da tekshirmay qo'yaveramiz. Короче, buni tanlagandan keyin masalan https berasizlar-da. Tweet adashmasam shunaqa sayt nomi. Skan bersanglar, skaner boshlab yuboradi. Tweet ulanmaganmi? Tweet yoziladi-da. Men xato qildim, uzr. Finish berdi, chunki sayt unday yozilmaydi. Fast beraman. https tweet.uz. Okay, go. Bersanglar уже tekshirishni boshlaydi. Menga kerak emas. Mana ko'p ko'rsanglar so'rov yuborib tashlayveradi xohlaganicha. Menga umuman kerak emas bu narsa. Shuning uchun o'chirib qo'yaman tinchgina. Xo'p, bu narsani belgilagandan keyin sizlarga issue, ya'ni xatoliklar mana shu yerda chiqib keladi. Aynan shu ekran xatoliklar, ya'ni topgan zaifliklarni ko'rsatib berish uchun mo'ljallangan. Hozir aytyapti, hech qanaqa yo'q deyapti zaiflik. Hali tekshirish boshlangani ham yo'q. Bu yerda tekshirsanglar bo'ladi. High, medium, low va info. Infoda asosan robotics tekstinglar shular ham infoga kirib ketadi. Ular ham bir ma'lumot beradi. Zaiflik sifatida ko'rsatadi, lekin просто oddiy deb aytadi. Lowga asosan sertifikatlar, TLS sertifikatlar yoki ba'zi bir sertifikatlarni vaqti o'tib ketgan bo'lsa, lowda ko'rsatadi. Mediumda endi veb-saytga unchalik zarar yetkazmaydigan bo'lsa, uni mediumda ko'rsatib beradi. Nom ovasibdagi zaifliklarni ham mediumga tiqib olgan adashmasam. U kuchli bo'lmasa-da. High bor. Endi bu yerda critical zaifliklar, ya'ni SQL injectionga to'g'ridan-to'g'ri zarar beruvchi, to'g'ridan-to'g'ri olib boruvchilar, yana nimalar bor bu yerda? XSSlar, hammasi highda chiqadi. Xo'p, bu yoqda qachon qanaqa so'rov ketayotgani loggerda har bitta so'rovni o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, robotics jo'natilgan kod, bu yoqda response qaytadi sizlarga. Audit log esimda yo'q, nimaligim esimda yo'q bu. Xo'p, target. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, hamma tekshirilgan saytlar bor ekan, uzr. Shunchaki yechib ko'rganman bularni. Okay, unda qaranglar. Endi muhim narsa intercept, ya'ni bu yerda ishlamaydi. Ya'ni aynan Brute Suite'da o'zini brauzer ishlamaydi. Bosasizlar, ya'ni open browser bosganingiz bilan open browser ishlamaydi. Nimaga? Sababi oddiy. Yo-mayo. Plan bo'yicha ishlamaslik kerak edi bu. Plan bo'yicha-da ishlamaslik kerak edi. Xo'p, Tweet saytiga kirib ko'ring. Tweet saytiga kirsam ishlayapmikan? Xo'p, okey, ishlayapti. Aslida ishlamaslik kerak edi. Menda hech qachon ishlamagan. Nimagadir hozir ishlab ketdi. Okey, qaranglar. Buni ham oddiy ko'rsatib berishim kerak. Proxy qismini. Proxy qismida xullas veb-sayt bir tomon ochib qo'yasizlar yoki qo'lda sozlasanglar ham bo'ladi. Masalan, menda nima bor? Firefox'im bor. Firefox'da extension bor, Foxy Proxy degan. O'sha joyda kerakligini o'zingizga sozlab olsanglar bo'ladi. Burp tanlasam, men bu yerda burpga berganman. Qayerda turardi? Ha, mana. Hop, lokaldan chiqsin deyapman. 8080 port beraman deyapman. Bu yerda proxy settings ham shunaqa bo'lgan, ya'ni 8080 shu bilan ishlasin degan ma'noda berganman. Shuning uchun hozir men buni o'chirib qo'yaman, sababi konflikt bo'lib qolishi mumkin bir-biriga. Chunki allaqachon bu yoqda ochilgani uchun shart emas bu. Burp qachon kerak? Короче, Foxy Proxy mana bu Burp Suite ochilmasa yoki o'zingizlarni veb-sayt, o'zingizlarni Firefox ishlataman desanglar, shu ya'ni Foxy Proxy yaxshi. Yoki shunchaki
ba'zida to'liq atak uchun emas, shunchaki ko'rish uchun qiladigan bo'lsanglar, mana bu versiya menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Bu yoqda aytgandek, proxy qismida intercept, http proxy, WebSockets va match and replace. Men ishlatib ko'rmaganman uni. Xo'p, interceptda biz asosiy ishlarni qilamiz. Historyda qayerga qanaqa so'rov ketayotganini ko'rsak bo'ladi. Okay, masalan, endi intercept off turibdi. Ya'ni biz hech qaysi so'rovni ushlab olmayapmiz, ya'ni to'xtatib qo'ymayapmiz. Svetoforga qarasanglar, yashil yonib turibdi, demak bu ushlamayapmiz. Biz bossak, qizil yonda. Endi har qanaqa so'rov ushlanadi, ko'rdinglar? Google ketayotgan so'rov mana shu joyda turganimiz uchun. Mana bunga kirdik. Al-Xorazmiy o'sha saytiga kirdik. Endi interceptni yoqdik. Masalan, qayerga kirmoqchimiz? Ko'rgan bo'lsanglar, sizlar veb-saytga kirishinglar bilan sizdan ma'lumot ketadi. Shunaqa ma'lumot, ya'ni Yandexga qarab ketayotgan ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Men nima qilaman ko'pincha? Aynan shuni olmayman, ya'ni Yandexga kelayotgan so'rovlarni yaxshi ushlamayman. Xo'p. O'zim xatoyim bir marta buzib qo'yganim uchun haligacha shunaqa. Drop qilib yuboraman. Kerak emas. Yandexga ketayotgan so'rov bu. Xo'p, masalan, aytaylik, Telegram kirmoqchiman, Telegram bosdim. Va menga so'rov ushlab turgani uchun bu aylanib turaveradi. Ya'ni men qachonki so'rovni yubormasam, bu ishlamaydi. So'rovni yubordim, bu yoq endi ishlaydi. Telegram jo'natmoqchiman. Ko'rdinglar? So'rov ushlandi, bosdim, bu uje ochib otvoradi bizani haqiqiy Telegramga. Xo'sh, nima bor bu yerda bizda? Menimcha shart emas qilgan narsalar. HTTP proxyda aytgandek, bu yoqda bizdan ketayotgan so'rovlarni ko'rib turasizlar. WebSocket historyda bu qayerga qanaqa so'rov ketgan adashmasam. Xo'p, okay, proxy qismi unchalik qayta takrorlashni xohlamayman, lekin yaxshi joy. Zo'r, ko'p ishlarni ham shu yerda qilaman. Ya'ni Burpni asosiy maqsad sifatida men mana shu yerda ishlataman. Undan tashqari bizda intruder qismi bor. Intruderda biz asosan nima qilamiz? Bitta so'rovni qayta yuborishni ishlatamiz. Bu yoqni qarasanglar endi. Bu yoqda, короче, aytayapti, simple list. Okay. Nima bor bizda? Короче, bu yerda bunday narsada, login parollarni masalan Gidro orqali qilamiz, to'g'rimi? Gidro orqali taxmin terish imkoniyati bo'ladi. Uni o'rniga bizda Brusuida intruder bor, intruder qismi bor. O'shanda avtomatik o'zi har bir so'rovni jo'natib ko'radi. Aytaylik, ba'zi bir veb-saytlarni ko'radigan bo'lsanglar, login parollar user URL o'zida ham jo'natish mumkin bo'ladi. O'sha payt biza URL o'zida jo'natish o'rniga, ya'ni o'sha so'rovni ushlab intruderga jo'natamiz va intruderda o'sha login parolni o'rniga mana bu qanaqa belgi deymiz buni? Buni qanaqa belgi desa bo'ladi? Xullas, mana shu belgi bilan uni belgilab qo'yamiz. Va o'shanda belgilangan joyiga biz alohida admin yoki adminga nom bersak bo'ladi. Masalan, runtime file emas, numbers, ya'ni number bermoqchiman deylik. Xo'p, 5 ta, record count 5 ta. Xo'p, random bermayman. Xo'p, 0 dan boshlab bersin deyapman. Menga 0 dan boshlab kerak emas. 5 tali raqam bo'ladigan bo'lsa, 1 2 3 4 5, to'g'rimi? Va mana bu 1 2 3 4 5. Shundan shungacha bo'lgan sonlarni qo'yib chiq, 0 qila qoling. Shundan shungacha bo'lgan sonlarni qo'yib chiq va adminni shunchaki parolini topishga harakat qil degan ma'noda berish mumkin bo'ladi. Aynan shuning uchun ishlatsak bo'ladi, ya'ni intruder. Lekin intruderni o'zini ishlatgandan ko'ra, sizlarda Burpsuite bor, Pro'si bo'lgani uchun Turbo intruder ishlatgan yaxshiroq. Nimaga? Chunki Turbo intruder ko'proq aytganimdek so'rov yuborish imkoniyati bo'ladi. Sizlarda hozir intruder o'zi bir soniyasiga ikkitadir maksimum, bittadir jo'natadi. Lekin Turbo intruder bu juda ko'proq jo'natishga yordam beradi. Lekin aynan endi bu masalada sizlarga undan ko'ra Gidra yoki boshqa dasturlar yaxshiroq foyda beradi. Chem hozir mana bu Burpsuite'ni ishlatganingizdan ko'ra. Xo'p, bizda repeater bo'lim bor. Aynan proxy yoki qaysidir qismida ushlangan bitta so'rov bo'ladi-yu. Aytaylik, mana bu. Yo'q. Mana shu so'rovni biz repeater orqali tashlab olsak bo'ladi. Send to repeater bossak yoki mana shu so'rovni ustiga bosib, mishkani o'ng tomoni bilan send to repeater jo'natsak, repeaterga tushadi. Endi biz buni xohlagancha jo'natsak bo'ladi, tushunyapsizlar? Biz xohlagancha o'sha
o'zgartirib ko'ramiz. Masalan, .js1 deb qo'ysam nima bo'ladi? Not found deyapti. Ko'rasizlar, buni fayli o'tyapti. Ya'ni bizni o'sha qayerga jo'natyapman? Google Analytics saytiga jo'natyapman. Ko'ryapsizlar, xohlagancha so'rab yuborsam bo'laveradi. Bu qaysi ma'noda? Ya'ni o'zinglar test qilib ko'rish uchun juda zo'r narsa. Ya'ni ba'zi saytlarda CSRF zaifligi bo'ladi. O'sha payt sizlarga mana shu joy ham yordam beradi yoki ba'zi bir XSS zaifliklarni sinab ko'rish yoki mana bu refer yoki boshqa joydagi veb-sayt nomiga boshqa URL manzili kiritsak, aynan uni veb-saytdan turib boshqa URL manziliga murojaat qilish mumkin bo'ladi. Shu payt sizlarga mana shu repeater yordam beradi anchagina. Xo'p, keyin nima? Ko'pchilik biladigan narsa SMS Bomber degan narsa chiqqan. Ko'pchilik endi boshlovchilar u narsani qilgan, men ham qilganman masalan boshida. O'sha joyda tekshirish uchun, ya'ni haqiqatan u ishlaydimi, yo'qmi? SMS Bomber chunki ko'p jo'natganingizda bitta sahifadan bitta nomerga juda ko'p jo'natish imkoniyati bo'lishi kerak. U payt shunchaki bitta so'rovni ushlaydi. Masalan, u joyda yozilgan bo'ladi. Bundoq yozilgan bo'ladi. Phone 98 88 88 88 nomer yozilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa yozilgan bo'ladi. Endi buni olib shunchaki juda ko'p jo'natganingizda yaxshi jo'nalish kerak bo'ladi. Yaxshi jo'nalish degani nima degani? Tushunmay qoldim o'zim. Yaxshi jo'nalish degani, ya'ni qayta yuborganda ham 200 OK request qaytadigan bo'lsa, bu o'zi SMS Bomber borligini, bunaqa zaiflik borligini, ya'ni veb-saytga nisbatan ba'zi bir payt qaysi nima desam bo'ladi? Kuchlanib yugurish imkoniyati borligini bildiradi. OK, repeater tushuntirdim. Xo'p, collaborator nima? Aytganimdek, boya repeater aytdim men sizlarga, to'g'rimi? Aynan CSRF zaifliklarini sinab ko'rasizlar dedim. Collaborator shunchaki sizlarga anu beradi. Xullas, link beradi. O'sha link orqali sizlar o'zinglarni burpili kelayotgan so'rovni ko'rsanglar bo'ladi. Bizda mana bunaqa link beradi. Masalan, hozir yarmini bekitib qo'yaman, chunki ko'rsatmaslik kerak menimcha deb o'ylayman. Uzun kod beradi. O'sha kod orqali sizlar o'sha sahifaga so'rov yuborsanglar, masalan, tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, buni tekshirib ko'ramiz. Buni tekshirib ko'ramiz. Qanday? Mana bu orqali tekshirib ko'ramiz. Bizga so'rov qaytdi, to'g'rimi? Endi bundan chiqib ketaveraman, menga keragi yo'q. Collaboratorda bu chiqish kerak edi aslida. Bu aslida chiqish kerak. Ha, chiqdi-da. Mana ko'rganingizdek chiqdi. Aynan qaysi IP dan so'rov yuborilgani haqida ma'lumot bor bizda. Aynan o'sha nima uchun kerak degani, aynan CSRF zaifliklarida ba'zi bir veb-saytdan turib boshqa bir veb-saytga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Bunda endi siz biror bir veb-saytga kirib, uni manipulyatsiya qilib boshqa bir serverga yoki boshqa bir joyga so'rov yuborishga majburlashingiz mumkin bo'ladi. Aynan o'sha shunaqa zaifliklar uchun bu collaborator ishlatiladi. Men faqat shu maqsadda ishlatganman, ya'ni qolganlar boshqa maqsadda ishlatgan bo'lishi mumkin, lekin men aytganimdek aynan shu maqsadda collaborator ishlatganman. Xo'p, bu joyni bilmayman. Seryoz men umrimda ko'rmaganman, ishlatmaganman. Xo'p, dekoder qismi bor. Bizda asosan nimalar bo'ladi? Aytaylik, salom degan so'z bor bizda. Salom degan so'z bor. Endi biz buni enkod qilamiz, ya'ni biror bir nimaga kodlash kerak. 564 da kodlasak. Xo'p, hozir o'zida aytib o'taman. Men eng ko'p aniqlab qoladiganlarim bu URL bilan 564. Xo'p, nima sizlar aniqlasa bo'ladi? 564 deyarli hamma joyda oxirida barobar bilan tugaydi. Va URL da ko'pincha, ya'ni boshqa bir narsadan tashqari unda anu bo'ladi. Ya'ni mana bu belgi bo'ladi. Mana bu belgi bo'ladi, foiz belgisi bo'ladi. Shundan uni URL bilan aniqlash mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda salom deganda bizga shunaqa shifrlar. Endi biz buni dekod qilamiz, ya'ni enkod emas, dekod qilib 564 bilan dekod qilsak, bizga salom degan narsa qaytadi. Ko'rdinglar? Biz yana buni enkod qilsak-chi 564 ga. Endi uzunlashdi, ko'rdinglar? Biz endi dekod qilsak 564 ga, bu bilan teng bo'ladi. Yana bir marta dekod qiladigan bo'lsak, endi salom qaytadi, birinchisi. Ko'rdinglar? Bu asosan aytganimdek, dekod enkod qismida kerak bo'ladi. Undan ko'ra hashlash bor, ya'ni men ishlatib ko'rmagan joyim bu.
ishlatmaganman. Faqat encode bilan dekodni ishlataman, chunki ba'zi bir joylarda dekod qilinadigan joylar bo'ladi. Comparer bilmayman, logger esimda ham yo'q qanday qilinish. Balki manimcha logdan yozib beradigan joy bu. Bilmadim, qiziqmaganman. Hop, extension bor, bu bor va qani bizning joylarimiz. Ko'pchilik kerak bo'ladigan narsa bu, ya'ni oxirida o'rgatilishi kerak deyiladi, chunki bu haqiqiy ularniki. Nima desam bo'ladi, hozir aytaman. Eng erinchoq odamlarni ishlatish mumkin bo'lgan joy hisoblanadi. Bu yoqda aytganimdek, endi haqiqiy Pro Extension bilan ishlatish mumkin bo'lgan har xil extensionlar bo'ladi. Sizlar shunchaki bularni yuklab ishlatsanglar, zaifliklarni aniqlashda yordam beradi bu narsalar. Mana bu yerda qarasanglar, additional SCRF mi? Qanaqa o'qiladi bu? CSRF check, ya'ni CSRF nimalarni aniqlaydimi? Nima? Bypass it. It can be bypassed. For example, content based on maybe REST API, GraphQL API. To weak soundtrack bypass. Nima bu, yordam beradiganmi? Tushunmadim, короче, mayli. Shu 2018-yilda chiqarilgan bu toolni tipa ishlatsa bo'ladi. To'g'risi tushunmadim. Aynan maqsadim. Men tushunishim bo'yicha bu tipa yordam beryaptimi? Bypass qilishda yoki bypass qilishni oldini olish yordam bermoqchimi, tushunmadim. Короче, excessive validator, cheat sheet, ya'ni alohida o'sha nima deyish mumkin buni? Excessive zaifliklarni aniqlash uchun faqatgina alert qo'yish kerak emas. Ya'ni alert bu bir dona eng sodda paytda ishlaydigan joy bo'ladi. Sizlar nima qo'yasizlar? Boshqa narsani qo'yib, uni bypass qilish mumkin bo'ladi aslida. Excessive haqiqatdan bo'lsa. Lekin alertlarni prosta veb-saytni firewall'i bloklab qo'yadi. Undan tashqari ishlatish mumkin bo'lgan joyida biz ishlatmaymiz va excessive yo'q deb ko'rsatish mumkin. Lekin uni haqiqiy yaxshiroq odam kelib tekshirib, uni bilib qolsa, u bizga zarar bo'ladi. Shu sabab o'sha cheat sheet bor, ya'ni har xil turlarni sinab ko'radi. Masalan, SQL injectionga o'xshab. Biz SQL injection faqat veb-saytga noto'g'ri so'rov yuboradi deymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aslida ham shunaqa. Men mana shu joyni ko'rmagunimcha, ya'ni bu yoqda ishlatib ko'rmagunimcha men o'ylardim faqat nimani yuklab oladi deb o'ylardim. Ya'ni database-ni shunchaki copy qilib oladi deb o'ylaydigan joyim edi. Lekin bu joyda bildimki, ya'ni Burp Suite-ni ishlatish davomida, uni o'rganish davomida bilganman, что SQL injection bilan ham remote code executionga borish mumkin. Uning ichiga noto'g'ri fayl yuklab, noto'g'ri faylga noma'lum ma'lumotni yuklab, ya'ni shell yuklab, uni remote code executionga borib, polniy do'st olish mumkin bo'lgan joyi ham bor. Undan tashqari, blind SQL injection bor. Unda biz veb-saytni server nima desa bo'ladi, bazasiga ma'lumot yuborgandan ko'ra, biz uni ishlash vaqtini qiyinlashtirib, ya'ni unga ma'lumot to'g'ri serverga og'irlik yuklashimiz imkonimiz bo'ladi. Shunda uje SQL injection ham turlari ko'p. Xuddi shu excessive cheat sheetda ham har xil turlar ko'rsatadi. U orqali sinab ko'rish imkoniyati bo'ladi. Validator nimaligini bilmayman. Detector for server. Bu adashmasam detektor server ekan. Menimcha. Men ham bilmadim. Короче, buni bittalab o'qib chiqasizlar, chunki bu yoqda GitHub'ni bergan. GitHub'da aniq bilaman, learning qismi bo'ladi. O'sha joyda ishlatishni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, nima bu? API bor ekan. Bu joyni ishlatib ko'rmaganman rostdan. Xo'sh, bu nastroykasi men deyarli tegmaganman. Repeaterga ham, proxyga ba'zi bir payt tegaman, ya'ni qo'shayotganda qachonki qo'shmoqchi bo'lsam. Xo'p, qaranglar. Endi masalan sizda 8080 portinglar bor, to'g'rimi? Endi uje bu proxyga qaytamiz, proxy mavzusiga. 8080 portinglar bor. Mana 8080 voy, chiqib ketib qoldim. Hop, 8080 portinglar bor. Bu ishlaydi qachonki ani o'qiganingizda, ya'ni mana bunga kirganingizda bu 8080 avtomatik ishlaydi, to'g'rimi? Lekin sizlar bu yoqdan Firefoxdan ham alohida yoqmoqchi bo'lsanglar, aytaylik,
Firefoxdan ulamoqchi bo'lsangiz, jo'natib ko'rsatib ketmoqchiman sizlarga. Firefoxdan uzatmoqchi bo'lsanglar, sizlarga endi 80 band deb ko'rsatadi, xatolik keladi. Sizlar nima qilasizlar? Birinchi o'rinda Burp Suite'ga kirib, yangi bittasini qo'shib olasizlar. Ya'ni port berasizlar o'zingizlar. Bo'sh bo'lmagan port 9999. Yo'q, 99 ishlaydimi bilmayman. 4478-portni berdim alohida bunga. Endi men bu yerda ham qo'shaman. Title'ga nomni berib qo'yaman. Burpik qo'ysam yetsa kerak. Hostname'ga mana bu hostname beraman men. 127.0.1 va portiga 4478 bir xil bo'lishi kerak. Counter shart emas menga. Boshqa narsa kerak emas. Bu yoqqa OK ni bosdim, saqlandi, to'g'rimi? Bu yoqqa ham save bosdim. Saqlanish kerak. Tamam, saqlandi. Endi men qaysidir Wikipedia saytiga kiradigan bo'lsam, ishlayapti, to'g'rimi? Muammo yo'q. Men buni yoqib qo'ydim. Endi proxy qismiga interceptga o'tamiz. Extensionni burp 2 ni yoqaman. Chunki men endi bu yoqga emas, men bu yoqga so'rab yubormoqchiman. O'zingiz tushunganingizdek, men Firefoxdan ishlatmoqchiman. Hozir Wikipedia saytiga ishlab turadi. Interceptni yoqadigan bo'lsam, ishlamaslik kerak bu. Ko'rdinglar? Uje ishladi. Bizda mana bu Foxy proxy'miz, ya'ni proxy'ni boshqarishimiz ishladi. Burp 2 ishlayapti. Va bizda Wikipedia saytiga so'rov yuborishni so'rayapti bizdan. Bizda interceptni o'chirsak, mana bu Wikipedia sayt ishlaydi. Xo'p, bu joyni ham ko'rsatdim. Burp Suite o'rnatishdan boshlab uni sozlash, yangi veb-sayt qo'shish, hammasini ko'rsatib berdim. Endi Foxy proxy'ni qayerdan olamiz desanglar, bu oson. Foxy proxy'ni topish shunchaki manage extensionga kirib, bu yoqdan recommendation terms plugins Foxy proxy deb yozsak, chiqishi kerak. Add-ons Mozillaga kiradi. Foxy proxy basic va standard, ya'ni eng ko'p userlari borni tanlasanglar, uje ishlatish oson bo'ladi. Qolganlari ham bor edi, lekin men hali ishlatib ko'rmaganman. Undan ko'ra mana shu proxyni sozlaydigan shuni Foxy proxy olsanglar, cho'tki ishlaydi, muammo yo'q. Videoda ko'rsatilgani bilan bir xil chiqadi. Itak shu. Agar yoqqan bo'lsa yoki yoqmagan bo'lsa ham вообще farqi yo'q. Kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Like bosishingiz kerak. Именно like bosishingiz kerak. Chunki bu video tugaganda aytmoqman. Tamom, shu. Burp Suite Pro versiyasi shu edi. Litsenziya key mana shu bo'ladi. Hamma menimcha bir xil chiqsa kerak. Bu ham bilmadim. X bosib ketsam o'chib qoladi. Mani ham o'chib qolishi kerak aslida, lekin o'chmayapti. Odatda o'chib qolardi. No mayli. Bu joylari qanchalik kerak bilmayman. Twitter'dagi akkaunti, Academy'si bor o'zini, ya'ni o'zida lablari bor. O'sha Burp Suite'ni ham o'zining lablari bor. O'shani yetsanglar bo'ladi, o'rgansanglar bo'ladi. Video to'g'ri bilmayman, tutorials menimcha bor. Buni YouTubedan topsanglar ham bo'ladi. Aynan intruder ishlatish, aynan repeater ishlatish bo'yicha muammo yo'q. Support Center bilmayman nima bu, qanchalik ishlash mumkin. Chunki sizlar Pro versiyasini ishlatmasdan turib supportga yozsanglar bilmadim. Xo'p, Getting Started with Burp Suite bossanglar, Burp Suite'ni Portswinger'ni olib ketadi. Ma'lumot o'rnida o'sha Burp Suite Portswinger'ni bir mahsuloti. Portswinger bu bitta kompaniya, kompaniya desak bo'ladi. Kompaniya va uni Burp Suite degan loyihasi bor. Shunaqa. Xo'p, video tamom. Rahmat hammaga. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.